Bugun men sizlarga istalgan speaking mavzusiga qanday qilib tayyorlanishni o'rgataman. Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmadshoh va men Windows Academy o'quv markazida 3 yildan beri dars beraman. Shaxsiyat balim 8,5 va speakingdan 8 baldir. Qani boshladik. Qanaydir maslahat berib boshlashimdan oldin speakingni to'liq tushunishingizga ishonch hosil qiling. Men hozir oddiy narsalar haqida gapirmayapman. Masalan, speaking testi 3 ta partdan iborat bo'ladi. Birinchi qismida oddiy savollar beriladi, o'zingiz haqingizda savollar beriladi. Ikkinchi qismida mavzu beriladi, 1 daqiqa tayyorlanib 2 daqiqagacha gapirishingiz kerak. Uchinchi qismida esa yana savollar beriladi. Ular faqat ozgina murakkabroq bo'ladi yoki ikkinchi qismni part 2 mavzusiga oid bo'ladi. Kabi yuzaki ma'lumotlarni nazarda tutmayapman. Men aytmoqchi bo'lgan narsalar ozgina spesifik bo'lgan nyuanslar. Ya'ni toshga qarab tushunishlaring mumkin. Birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu speakingda task achievement degan tushuncha mavjud emas. Nima demoqchiman? Sizga berilgan shart, misol uchun, sizga qanaydir part 2 berilsa, describe a book shartimizda kitobni tasvirlashimiz kerak. Va shu vaziyatda men aytaylik, kitob o'qimaydigan insonman, kitobni sevmayman. Kitobxon emasman. Bizda doim imkon bor, o'sha kitobni tasvirlamaslik, berilgan narsani, berilgan shartni bajarmaslik. Berilgan narsa haqida, so'ralgan narsa haqida gapirmaslik. Men kitobni sevmayman, lekin filmlar ishqiboziman. Va men bitta sevimli ekzemplim, misolim, bu Harry Potter. Masalan, men mana shu partda bemalol gapirishim mumkin. Men sevimli kitobim bor deya olmayman, deb ayta olmayman. Chunki kitoblar ishqibozi emasman. Aksincha, filmlarni ko'p ko'radigan odamman. Va bitta sevadigan filmlardan biri bu Harry Potter haqidagi filmlar. Xabarim bor, ular kitoblarga asoslangan. Shuning uchun ham Harry Potter filmi menga shunchalik yoqqan bo'lsa, kitoblari menga undan ham ko'p yoqsa kerak. Kelajakda balkim o'sha kitoblarni o'qib ko'rarman deb, kitoblar haqida to'g'ridan-to'g'ri gapirmasdan, sizdan so'ralgan, sizdan talab qilingan narsa haqida to'g'ridan-to'g'ri gapirmasdan ham ball olish mumkin. Mana shu jihati bilan speaking bizga ozgina erkinlik beradi. Undan tashqari qilishlaring mumkin bo'lgan bir narsa bu aldash. Aldashda faqat bitta narsaga e'tibor berishlaring mumkin. When lying, make sure there are no inconsistencies. Bir-biriga mos kelmaydigan jihatlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Nega buni aytyapman? Chunki birinchi testlarimdan birida o'zimda sodir bo'lgan narsa uyda qolishingizga to'g'ri kelgan vaziyatni tasvirlang degan savolga to'qidim, aldadim. Natijada mana bunday ikkita ketma-ket kelgan gapni tuzishimga to'g'ri keldi. Tuzib qo'ydim. Uyimizni qor bosgan edi. Eshigimizni ocha olmas edik qor tufayli. Keyingi gapni o'zida esa bu issiq bir yoz kuni edi degan gapni aytdim. Examinerimni hayratlanishini, surprised face'ini hozirgacha unuta olmayman. Aldash mana bundan farqli ravishda boshqa narsa haqida gapirishdan, tasketchi buni bajarmasdan, bu emas, film haqida gapirishdan ozgina farqi, ozgina skill talab qiladi, ozgina ko'nikish talab qiladi. Sizlarda lekin erkinlik bor. Mana shu jihatda speakingni writing kabi skilllardan farqlaydi. Speaking 3 ta part orasida alohida o'ringa ega bo'lgani bu part 2. Chunki o'zini form faktori bilan, shakli bilan ajralib turadi. Part 1 va 3 qisqa savollardan iborat bo'ladigan bo'lsa, part 2 da bizga berilgan mavzuda gapirishimiz kerak. Va faqatgina part 2 da bizga tayyorlanish uchun, note taking uchun, qaydlar qilish uchun vaqt beriladi. Va mana shundan unumli foydalanishni afsuski ko'pchilik o'quvchi bilmaydi. Nega? Hozir tushuntiraman. Part 2 da biz taking notes haqida gaplashamiz. Chunki har bitta partni tasvirlashimizdan oldin, gapirishimizdan oldin avval qaydlar uchun bizga 1 daqiqa beriladi. O'sha 1 daqiqada o'zim olgan testlarda o'quvchilar qilgan ishlardan bittasi. Masalan, mavzu describe your grandparents' job. Buvalardan birining kasbini tasvirlashimiz kerak. O'quvchi yozgan narsa nima bo'ldi? My granddad drove a tractor in a village va hokazo degan uzundan uzoq gap. Bu to'liq gap 30 soniyaga ham yetmaydi. Unaqa qayd, unaqa notes hech qanday foyda bermaydi. Va bu noto'g'ri. To'liq gaplar bilan qaydlar yozish noto'g'ri narsa. O'rniga nima qilishimiz kerak? So'zlar bilan qaydlar qilishimiz kerak. Masalan, mana bu noto'g'rining o'rniga to'g'ri notes qanday bo'lgan bo'lar edi? Misol uchun, my granddad. Bu aytaylik, onam tarafdan granddad, maternal granddad. Nima haydagan? Traktor haydagan, kasbini yozyapmiz. Keyin earn the medal of honor. Misol uchun, Sovet davrida medalni o'qilishgan, berishgan eng zo'r traktorchi bo'lgani uchun. Nimaga? Ixtiyoriy o'qiy olamiz. Sent to a convention in Moscow. Moskvadagi qanaqadir konvensiyaga jo'natilgan zo'r traktorchi bo'lgani uchun. Mana shu qisqagina notes ham mana bu bitta kattakon to'liq gapdan ko'ra ko'proq ma'lumot beradi. Xulosa nimada?
qaydar qilguncha to'liq gaplarning o'rniga qisqa so'zlar bilan qaydar o'zinglar, note taking qilinglar. Natijada ancha-muncha ko'proq narsani convey qilasizlar, qoplaysizlar va ko'proq narsani tasvirlab bera olasizlar. Ko'proq gapira olasizlar. Va oxirgisi part 3. Part 3da ba'zi bir tricky savollarga, hiylali savollarga e'tiborli bo'lish kerak. Ya'ni, part 3 savollar ko'pincha mana bunday boshlanishga ega bo'ladi. Mana shunga o'xshash boshlanishga ega bo'ladi. Why do people, va misol uchun, why do people keep plants at home? Nega odamlar uyda o'simliklarni saqlashadi? Aytaylik, o'zingiz uyingizda o'simlik boqarsiz. Uyingizda bog'ingiz bordir. Bor yo'qligidan qat'iy nazar, qanchalik o'zingizning o'simliklaringiz haqida gapirishni istashingizdan qat'iy nazar, mana bunday savollarga nega odamlar qilishadi, nega jamiyatimizda mana shunday bo'ladi, umumiy berilgan savollarga I love plants, so I keep them. O'simliklarni sevaman, shuning uchun ham uyda saqlayman kabi javob berish mutlaqo noo'rin bo'ladi. Chunki savolning toni impersonal, sizga yo'naltirilgan emas. Va aksincha, masalan, mana bunday savollar. What do you think? Sizga yo'naltirilgan savollarga bemalol javob berishingiz mumkin. I think va maqsadga o'taverasiz. Ana endi haqiqiy maslahatga keladigan bo'lsak, ko'pchilik qiladigan xato bu faqat savollarga tayyorlanish. Ya'ni shu kunlarda tushayotgan qaysidir savollar bo'lsa, o'sha savollarni olib faqat savollarga tayyorlanish bo'ladi. Nima demoqchiman bu bilan? Savollarga tayyorlanmasdan nima qilish mumkin? Qilish mumkin. Boshqacha tayyorlanish mumkin. Masalan, mavzular bo'yicha tayyorlanish. Mavzu borasida bilim orttirish, lug'at boyligini orttirish va hokazo qilish. Nima demoqchiman? Speakingda, xuddi IELTS writingdagi kabi bir qancha chegaralangan mavzular soni bor. Va o'sha mavzular bo'yicha bizga savol beriladi. Buni hamma o'quvchi biladi. Masalan, speakingda beriladigan hamma sanaladigan mavzular nima? Kundalik hayotimiz, kun tartibimiz, ona shahrimiz, joylarni tasvirlash, odamlarni tasvirlash kabi umumiy katta bo'lgan mavzular. O'sha mavzularning aniq ro'yxatini olmoqchi bo'lsalaring, qanaqadir murakkab ishlar qilish shart emas. Hammalaring tanish bo'lgan, hammalaring ishlatib kelayotgan ChatGPT ga kirib, quyidagi shartni kiritsalaring bas. Give me a list of topics for IELTS speaking and make sure to categorize them. Bu yerda sizlarga ham topiklarni beradi, ham ularni kategoriyalaydi, guruhlarga bo'ladi va quyidagi natijani olishlaring mumkin. Masalan, birinchi mavzumiz personal life and everyday topics, shaxsiy hayotimiz. Va kichik sub kategoriyalarga bo'lingan. Nima nazarda tutilgan bu yerda? Home and accommodation. Deyarli barcha IELTS ga tayyorlanayotgan kandidatlar shu mavzuda savollarga javob berishgan, shu mavzuga tayyorlanishgan. Uyingiz haqidagi savollar, turar joyingiz haqidagi savollar. Family and relationships. IELTS testga kirgan deyarli barcha ayta oladi family and relationships haqida savol berilganini. Daily routine, kun tartibi. Mana bugungi kunda tushib kelayotgan savollardan bittasi kun tartibi haqidagi savollar. Kun tartibingiz qanday? Kun tartibiga amal qilasizmi kabi savollar. Mana shu ro'yxatni ChatGPT dan so'rab olib, mana shu shartni kiritib, yuqorida berilgan ushbu shartni kiritib, o'zingiz uchun tayyorlagani, lug'at boyligini orttirgani ro'yxat, mavzular ro'yxatini shakllantirsangiz bo'ladi. Hozir aytadigan gaplarimga alohida e'tibor beringlar. Ko'p ko'rgansizlar don't say that, say this degan videolarni. Ana shunaqa videolarni hammasiga tur yo'qol denglarda o'zlaring critical fikrlashni boshlanglar. Nima demoqchiman? So'z tanlash ixtiyoriy. Istalgan so'zni aytsa bo'ladi, istalgan idiomani aytsa bo'ladi, istalgan narsani aytsa bo'ladi, as long as ma'noga ega bo'lsa. Ya'ni gapirguncha xato qilish degan narsani o'zi deyarli mavjud emas. Deyarli iloji yo'q xato qilishni. Qilishingiz kerak bo'lgan narsa tabiiy gapiring va o'ta eski tildan foydalanmang. O'ta mazmunga mos kelmaydigan so'zlardan foydalanmang yoki so'z qo'shish uchun faqatgina gapirmang. Har xil antiqa so'zlardan foydalanib gapingiz mazmuni umuman yo'q bo'lib qolmasin, notabiiy bo'lib qolmasin. Birinchi o'rinda tabiiylik bo'lishi kerak. Va mana shu yerda o'zimga ozgina qarshi boraman. Idiomatic language dan foydalanguncha ehtiyot bo'ling. Idiomalar bilasizlar, ko'p uchratgansizlar, masalan, eng mashhuri, hammalaring biladiganlaring bu once in a blue moon kabilari. O'ta kam vaqtda, o'ta kamdan kam degan. Mana bu eskirgan idiomalardan bittasi va hozirgi kunda deyarli hech kim ishlatmaydi. Ishlatadi, u o'ta spesifik vaziyat yuzaga kelishi kerak undan foydalanish uchun. Biz kundalik hayotimizda qanaqadir savolga javob berayotganimizda deyarli foydalanmaymiz. Shuning uchun once in a blue moon kabi idiomalardan yoki undan tashqari yana bittasi bor meni sevimli antiqalar orasida sevimlilardan bittasi tough nut to crack deydi. Ya'ni
to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, chaqishga qiyin bo'lgan yong'oq, sir boy bermaydigan, gap olish qiyin bo'lgan odamga nisbatan ishlatiladi yoki hal qilish qiyin bo'lgan muammoga nisbatan ishlatiladi. Mana bu kabilar bizning kundalik hayotimizda deyarli ishlatmaymiz. Shuning uchun ham idiomalardan foydalanguncha o'ta ehtiyotkor bo'linglar, deyarli foydalanmaganlaring ma'qul. Ana endi asosiy qismiga kelyapmiz. Hozir istalgan mavzu uchun, istalgan speaking part uchun tayyorlanishing bitta universal yo'lini ko'rsataman. Va tushuntirishimni oxiriga borib ishonamanki, sizlarning ham sevimli usullaringga aylanadi. Nega meni yaxshi ko'rishimni tushunib olasizlar. Part 1 misolda tushuntirib beraman, chunki soddaroq savollar tushunishga, hazm qilishga oson. Daftar tutinglar va daftar sahifasini tasavvur qilinglarki, doskamiz bu notebook page, daftar sahifasi. Teng ikkiga bo'linglar. Har bitta sahifaning yuzasiga mavzu, aytaylik bugungi muhokama qiladigan part 1 mavzumiz bu home and decoration. Bu mavzu bilan tanish bo'lmagan kandidatning o'zi bo'lmasa kerak. Home and decoration. Va aytaylik birinchi savolimiz bu what do you like about your home? Uyingiz borasida yoqtiradigan narsangiz nima? Ikkita ustunimiz ikkita vazifani bajaradi. Birinchisi notes uchun, qaydlar uchun. Ikkinchisi esa vocabulary uchun. Nega? Chunki javob tuzishimiz jarayonida quyidagi vaziyatga duch kelamiz. Xo'p, birinchi qaydlardan boshlaymiz. Nima? Uyda turaman. A house. Ana endi meni uyim shaxsan shahar ko'rsatkichi jihatidan kattaroq. Shahar uchun kattaroq. Xonalarimiz kengroq. Lekin ingliz tilidagi wide so'zidan foydalana olmayman. Chunki wide faqat eniga keng degani. Nima qilaman? Lug'at qidiraman, vocabulary qidiraman va natijada mana bu so'zni topaman. Spacious. Spacious edi adashmasam. Spacious. Keng. House ni tasvirlash uchun chiroyli bitta mos so'z. A house. Xo'p, undan tashqari yana nimani yoqtiraman? Kengligidan tashqari. A large garden bordir. Katta bog'i bor. A large garden. Katta bog'i bor. Aytaylik daraxtlarimiz bor, chorvamiz bor. Ixtiyoriy notes o'zingizning javobingizga qarab yozasiz. Mana bu yerda qaydlarimiz notes, mana bu yerda esa biz topishga qiynaladigan, javobimizga kiritmoqchi bo'lgan vocabulary'larni yozib ketaveramiz. Natijada qanday vaziyat yuzaga keladi? Har bitta savol uchun mana shuni tuzib ketadigan bo'lsalaring, qisqa note'lar har bitta savol uchun va ko'pi bilan 2 ta 3 ta so'z, vocabulary siz uchun yangi bo'lgan so'zlar bilan yakunlaysiz. Tayyorgarlik qanday bo'lishi kerak? Savolni ko'rdingiz, notes qildingiz, javob tuzishni boshladingiz, og'zaki javob tuzishni boshlagandan keyin qanaydir so'zni topa olmadingiz, vocabulary sifatida yozdingiz. Sizda tayyor manzara bor. Mana vocabulary, mana notes. Javobni yana bir marta og'zaki takrorladingiz. Ikkinchisi ham xuddi shunday. Savol bilan tanishdingiz, qaydlar qildingiz. Mana bu yerda og'zaki tayyorlanish og'zaki javobni tayyorlash jarayonida qanaydir so'zni topa olmadingiz, yangi so'z sifatida kiritdingiz. Ana shunday qilib mavzuning oxirigacha har bitta savol bilan tanishib chiqib, har bitta savolga og'zaki javob tuzib, boshlanishida mana shu amaliyotni boshlaganingizda orada bir dam olib keling, hordiq chiqaring, ichimlik iching, ovqatlaning, borib televizor ko'ring, qaytib kelib mana shu javoblaringizni xotiradan qog'ozga tushiring. Nega? Chunki o'zi har bitta savol uchun kam so'z o'rganyapsiz. Aytaylik, mavzumizda 10 ta savol bo'ladigan bo'lsa, mavzuning oxiriga borib 20 tadan ko'p so'z bo'lmaydi. Mana bu vocabulary ustunida plus minus 20 ta so'z bo'ladi. O'sha so'zlarni soni kamligi uchun yodlab qolish oson bo'ladi. O'shani yanada mustahkamlash uchun visual ko'rish ham aniq qilish kerak, aktivlashish kerak. Inson shunaqa mavjudotki, ikkita sezgi birlashganida eslab qolish, yodlab qolish osonlashadi. Masalan, faqat eshitib, faqat quloqingiz orqali takrorlab eshitib yodlagan so'zingizni yozib qo'yadigan bo'lsangiz, har safar o'sha savolga javob berayotganingizda eslaysiz ham. 2 barobar foyda bo'ladi. So'zlarni yodlashingizga ancha foyda bo'ladi. To'g'ri, men aytayotgan jarayon uzun, ozgina ko'p mehnat talab qiladi. Lekin boshlanishiga ko'p bilan 2 hafta mana shunday shug'ullanadigan bo'lsangiz, natijangizda o'zgarishni o'zingiz sezasiz. Javoblarni yozish uchun sizlarga yana bitta kichkina qo'shimcha argument bu: har safar javoblarni yozganlaringda lug'at yodlashdan tashqari sizlar uchun optimal bo'lgan javob uzunligini shakllantirasizlar. Mana agar uyga borib shuni sinab, bir muddat sinab ko'radigan bo'lsalaring, 1 hafta, 2 haftada sezasizlar, javoblaring standartlashib qoladi.
ma'lum bir so'zlar soniga yetib qoladi. Masalan, part 1 da 50 ta atrofida so'z yozadigan bo'lasizlar, 50 ta atrofida so'zlik javob tuzadigan bo'lasizlar. Shu jihatdan ham foydali. Bugun uchun final maslahatim esa, final ogohlantirishim esa bu iltimos. ChatGPTdan ko'r-ko'rona javob uchun foydalanmang. ChatGPT katta resurs, kuchli resurs, ancha-muncha odamdan ko'ra, ancha-muncha o'qituvchilardan ko'ra ko'proq narsa bera oladigan resurs. Lekin to'g'ri foydalansangizgina. Mana bu ikkita javob misolda ko'rishingiz mumkin. Part 1 savolga javobni birinchisi ChatGPT tuzgan, ikkinchisi odam tuzgan javoblar. Quyidagi javoblarda ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi javobimiz AI tuzgan javob 113 ta so'zdan iborat. Siz 113 ta so'zni aytishga ulgurmaysiz. Buni yarmini aytib bo'lishingiz bilan siz to'xtatirasiz. Shaharni bunchalik keng tasvirlashga hojat yo'q. Men aniq tushuntirgan edim. Part 1 speaking uchun javob. AI larning ChatGPT ga o'xshagan toollarning muammosi ham mana shunda. Ular yuqori darajali nimadir tuzib ber desangiz, o'ta adabiy tilda, o'ta mashinaviy tilda gapiradi. Odamlar bunday tilda gapirmaydi. Shuning uchun mana bu birinchi javob qanchalik sizga keng ko'rinmasin, qanchalik chiroyli ko'rinmasin, mana bu yerda men bilmaydigan loom backwards degan so'z bor ekan, intricate degan so'zlar bor ekan, zo'r bo'lsa kerak degan taassurot qoldirmasin, bu javob yomon javob. Va quyidagi mana bu qisqagina javob 50 ta so'zdan iborat ideal javob hisoblanadi. So'z boyligi ham bor va ortiqcha so'zlar bilan, ortiqcha gaplar bilan bosimni orttirmaydi, boshimizni og'ritmaydi. Shuning uchun ham ChatGPTdan foydalanguncha ehtiyotkor bo'linglar. ChatGPTdan to'g'ri maqsadda foydalanishni o'rganinglar. Faqat savolga javob so'raydigan bo'lsalaring, unaqa tayyorlanishdan ko'ra tayyorlamagan ma'qul. Bugungi darsimiz bor yo'g'i boshlanishi edi. Bundan-da qiziqroq, bundan-da chuqurroq, bundan-da foydaliroq darslarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube sahifamizga obuna bo'ling va yanagi darslar uchun o'zingizning takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Winners Academy. Everyone can be a winner.